baza qilib g'iybat qilamiz. Tamam. Go! Uğraşyaptim. Atchaysh. Yomonlasa ham bo'ladimi sen? Albatta. G'iybatlar qilib lütfen. Ovqatimizdan zo'r chiqadi shunaqa g'iybatlar qilsak. Aloza, oloza, boroza, ketoza. Shahzoda bilan qanaqa tanishgansiz? Aytib bering. O'gay op-ukamiz. Qolganini hammasini ajziga qildiramiz. Ay. Men просто yeb beraman chiroyli. Konsistensiya. A few moments later. Konsistensiya. Shunaqa, aniqda. Konsistensiya sav. Zakazga qilib sotganman. Rostdan. Rostdan. Keling zakazga qilib sotamiz. Bestashing. Milliard. Men ayrıldım, bo'ldim judo, ko'nglimda qish. Menga Sovuq jonim sensiz. barchaga assalomu alaykum yana bir bora. Nima ovqat ko'rsatuvi va bugungi bizning mehmonimiz o'tgan safarlardan farqli ravishda erkak kishini chaqirdik. Bugun va nihoyat bugun mehmonimiz Saidazim juda ham hozirgi zamonda populyarniy bloger. Marhamat. Saidazim aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Zo'r rahmat. Sizni ko'rib yana ham kayfiyatim ko'tarildi. Qo'shni aytsam. Xursand bo'lib ketdim. Rahmat, bugun baza qilib g'iybat qilamiz. Go! Qalaysiz? Qalay kayfiyatlaringiz? Rahmat. Bugun qanaqa ovqat qilib berasiz? Bugun ikkita bo'ldi. Bittasi shirinlik и men o'zim o'ylab topgan retseptdan ovqat. degan narsalar mayli, maza qilib ovqatlanarkanmiz, chunki to'rtnitsa qornim juda och. Va это очень хорошо, что мы сегодня будем кушать. Bo'ldi. Давайте тогда начнем. Keling boshlaymiz. Bo'ldi. Boshida birinchi keling desertdan boshlaymiz-da. Desertdan. Keyin ovqat davom ettiramiz. Chunki u ozgina morozinnikda turishi kerak. Bo'ldi. Keling desertdan boshlaymiz. Xo'p. Saidazim aka juda yarashdi. Saidazim akademi. Все, Saidazim нормально? Да. Все, хорошо, ладно. Saidazim, fartuklarimiz juda ham yarashdi sizga. Juda ham chiroyli turibdi. Bir chiroyli bir bahoriy kayfiyat ulashyapti bizga. Bahor keldi. Bizga qanday masalliqlar kerak bo'ladi desert uchun? Aytib o'tsangiz. Cheesecake Rafaello o'zi, pechenye, suzma, и kokos, voy nima edi bu? Yutqo'y dushi esga chiqadi. Твой душ убирается. Это миндаль, миндаль? Да, mindal quritilgani, kokosli strushki, Rafaelloni o'zi, ustiga jelatin, Qaymoq. margarin, yo'q, bu slivki. Slivki. Да. Ana, и bundan kerak bo'ladi. Bu Slivki. nima edi? Bu zgushonoy молоко. Hammamiz sevib iste'mol qiladigan tayyorlashni bilaman, otlarini bilmayman-da. Mayli, hech qisi yo'q. Xudo xolisa. Xudo xolisa mayli. Bo'pti. Unda ishimizni mana shuni blenderdan nima qilish, maydalab olishdan. Demak, xo'p. O'zi siz uyda ovqat qilib turasizmi? Ko'p qilaman, ha. Ko'p qilasiz. Chunki menga yoqadi o'zimga. Voy, zo'r qarang. Shu Siz paytgacha olasizmi hamma shuni? kelgan ayollar, Aha. "Yo'q, uncha yaxshi ko'rmayman, ovqat qilishni" deyotdi, qarang. Yo'q, men yaxshi ko'raman o'zim, maza qilib tayyorlayman. Aha, zo'r. Qo'lim yuvilgan eslashdi, qo'lim Nima yuvilgan. bizda har Sovunlab yuvilgan. bo'ladi. Saidazim, Undachi? lekin ayolingizni omadi chopadi, Xudo to'g'risi, xohlasa, xudo xohlasa. do'ppisi man uylanganim. Voy, отвечай, chunki ayoli shundoq tursa, ertalab Saidazim kelyapti, Endi ertalabki bu- nonushta qilib, "Asalim jonim, mana senga ertalabki nonushta." Har doim emas endi. Endi zo'r-ku, mayli, har Endi, doim emas, xudo 8-marga Yo'q, endi 8-marta emas, faqat bo'ladi. bo'lib turadi. Bo'ladi, Lekin bu da. zo'r, Saidazim, bu juda zo'r. Mana shuni Hamma erkaklar shunaqa qilsa zo'r bo'ladi. yarmini nima qilamiz? 100 grammni. Demak, yog'ni 100 grammi kerak Eritib bo'ladi olishimiz bizga. kerak. Eritib olishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Hozir men sizga pichoq beraman. Kesa olasizmi? Ha, kesaolaman. 10 gramm, 100 gramm. To'xta, mayli, men sizni Mayli. maksimalni ishlatmay qo'ya qolaman. Voy, rahmat.
Mana shuni bitta Aha. eritib olsak. Eritib olamiz, xo'p. Idishga solib. Idishga solib, xo'p bo'ladi. Ana. Tishlab sovoring. Mana shuni chakkaga o'tsa keyin gaplashamiz. Bemalol, to'g'rimi? Albatta, Saidazim eng qiziqarli savol hammaga bu har doim sizga beradigan savol. 1, 2, 3 ga aytamiz. Интересно, to'g'ri keladimi? Bizning fikrimiz yo'q. 1, 2, 3 deganda to'g'ri aytasiz. Bo'ldi. 1, 2, 3 qachon o'ylanasiz? Mana shu boshqa narsa aytmoqchiman. Bo'ldi aytmayman. Bo'ldi aytmayman. Xudo xolisa endi poyistamiz. Poisk. Ha, xudo xolisa endi chiqsa bosamiz. Xudo xolisa. Здесь могла бы быть ваша реклама, дорогие изобретатели, производители бытовой техники. Lekin afsuski, Но qadrimizga yetmayapsizlar. Afsuski. Pechenkalarimizni biz maydaladik. Opa. Aha. Blenderga ham maydalab oldik. Mana shu qo'yib tursak, oxirigacha tushirib oling. Yozishmasin, tag'in uvol qildilaring. Uvol qildilar yana. O'zi menimcha sizni stranchikangiz Instagramda negativ olish bo'yicha birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Ja, endi birinchi o'rindan unaqa demang. Yo, unaqa emas. Lekin haqiqatdan aytish kerakki, sizni подписчикларingiz, ya'ni followerlaringiz sizga obunachilaringiz. Sizga juda ham yaqin insonlar. Demoqchiman, ruhan. Shunaqa. Ha, siz tushunadigan, sizni prikollaringizni, hazillaringizni tushunadigan insonlar. Yig'ilgan sizni stranchikangizda. Men hazil tushunmaganlar bilasizmi nima qilaman? Shuni sразу blokka tiqib qo'yaman. O'shanga negativ yozishdan oldin o'ylab ko'ringlar. Birov qarg'ishiga tushib yurmanglar. Uning ustiga hozir bunga ma'muriy javobgarlik. Ma'muriy hammasi bor, lekin как раз kechasi. Как раз kechaman. Nu-qa aytib bering. Mayli, birinchi ayting, nima qilamiz? Tak, buni ustiga endi mana shu erigan sariyog'imizni solamiz. Bo'ldi, solamiz. Ketdi. Hozir. Sariyog' qo'shilsa ovqatlarga va umuman masalan qanday shirinlik qilasizmi? Har doim zo'r chiqadi. Sariyog' bu sariyog'. Mana endi qo'shamiz buni. Ana endi qo'shamiz. Aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Atak qo'lda nima qilardik-ku? Mayli, hozir nima qilamiz? Qo'lda zo'r chiqadi-da. Qo'lda albatta. Bilasizmi, ko'plar aytishadi, qo'lda ovqat qilsangiz, ya'ni qo'l bilan aralashtirsangiz shirinroq. Nimaga? Mehr ko'proq qo'shilsa kerak-da. Chunki menimcha badan bilan kontakt bo'ladi ovqat. Ya'ni va sizning energetikangiz, kayfiyatingiz umuman olganda sizni qanaqadir qismingiz ovqatga qo'shiladi. Va shu shuni baribir qo'limda qilsam maylimi? Albatta, bemalol. Bemalol. Siz ungacha pergamentni ochib, mana shunga o'rnatib tursangiz, nur ustiga a'lo bo'ladi. Da, buni yechamiz birinchi. Opa. Shunga qo'yasiz, keyin nima qilamiz? Keyin ustidan yopamiz, a? Saidazim, Shahzoda bilan qanaqa tanishgansiz? Aytib bering. Juda qiziq. Shahzoda bilan bizni Shahzodani o'zi ancha yildan beri kuzatib kelardim. И videolari yoqardi. Bir kun menga eng yaxshi ko'rgan blogeringiz kim deb savol berishgan, savol javob qilayotganda Instagramda. Shunda o'ylab o'tirmasdan turib Shahzodani отметка qilganman, lekin u payt Shahzodaga podpiska bo'lmaganman. Просто отметка qilganman. U paytda Shahzodani podpischiklari даже mendan ham kam edi. Yo'q, endi qarang, siz aytyapsiz, menga bu yoqqan videolar do'st, lekin podpiska tashlamagansiz. Nimaga? Bilmayman. Birinchi menga tashlashing, chunki men baribir anaqa bo'lganman-da, men podpischkim ko'p bo'lgani uchun emasmi? Podpischkim ko'p bo'lgan tipa bo'ladi-ku odamda. Извини, я не буду подписываться, но ты мне нравишься. Deganda narsa bo'lgan. Вот, keyin отметка qilganman, Shahzoda yozganlar, rahmat deb. Keyin Shahzodaga men o'zim taklif qilganman. Keling, birga video olamiz deb. Shahzoda menga aytganlar, men Toshkentda turmayman deganlar. Shundan keyin cho'tta sal настроением tushganda bo'yin-da uzoqdan tipi masofadan ovuramiz, qo'shib video qilamiz deganman. Ha, lekin esimda juda ham zo'r videolar chiqardi. Masofada turib sizlar video montirovat qilardingiz. Shahzoda Sirdaryoda turardilar, hozir lekin Toshkentdalar. Ko'chib kelganlar. Мне нравится Shahzoda. Shahzoda hammaga yoqadi, menimcha. Rostdan, chunki yaxshi ayol, juda ideal ona, umuman olganda juda ham zo'r
inson. Zo'r blogerlar bo'yicha maza qilib nima qilib shahzoda bilan olamiz. Chunki menimcha sizlarning energetikanglar ham Bir bir-biriga xil. o'xshaydi. Da, bir xil shunaqa. Tak, bo'ldi. Buni nima Yurishlar, qildim? aynan. Ozgina. Aha. И Chiroyli qilib kesib berim, qarang. Siz bilarsiz meni, ko'rdingizmi? Vashsha gap yo'q, lekin men uni kesa olmasdim. Ana. Solamiz. Oho. Shu ketishda sochimni ham bir yig'ib olsam nima deysiz? Bo'ladi. Mana Mamutda anaqa bor. Esli shtok. Chunki baribir ham endi desert soch bilan desert deyish uncha emasda. Mana shu qo'limga olman deb barini qo'yib qo'yaman. Baribir qo'l bilan yaxshi deb. Baribir ham yaxshi, o'shanga qo'l Hech qachon u bugünga tayyorlab bermaganman-da, uyimdagilarga faqat. O'zingniki o'zingga. Mazada. Mana qarang, yaxshilab bosib chiqamiz, pechenkalarni tubiga. Da. Shunaqa qilib chiqamiz. Ровный qilib, tekis qilib. Eslab qolishim kerak bu retseptni. Hech qachon hayotda qilmaydigan retseptni eslab qolishim kerak. Bu tortga o'xshagan narsa bo'ladimi oxirida? Cheesecake yeganmisiz? Yeganmi? Bu cheesecake qilamiz biz. Cheesecake qilamiz deb. Endi biz cheesecake qilamiz. Cheesecake qilamiz, Rafael oladi-ku. Men o'yladim, siz hozir pechenkalar olib, kruglishoklar qilib, mapga botirib, takomaklarga botirib, nimadirlar qilib berasiz deb o'yladim. Mana. Bo'ldi, tayyor. Xudo xolisa. Menimcha ровный chiqdi deb o'ylayman. Juda ham ровный chiqdi. Bo'ldi, hech nima qilmaydi, o'xshamagan bo'lsa. Yo'q, o'zimiz o'xshadi. Mana juda ровный mana. Nimasi ровный emas? Mana qaranglar. Tubiga yaxshilab buni ozgina xolodilnikka qo'yib tursak, qotadi. Da, mana bilan qolgan anaqalarni aralashtirib olamiz. Bo'ldi, keling. Buni endi biz muzlatgichga solamiz. Pechenyemizni qo'yib turdik ozgina xolodilnikka. Qolgan hamma anaqa mahsulotlarimizni qo'shib aralashtiramiz. Zo'r. Suzmadan boshlaymiz. Suzma. Suzma hamma ovqatdan zo'r ketadi lekin. Ayniqsa sho'rva bilan. Mana bu boshqacha bo'ladi bu. Kokosovый стружка sotiladi anaqada. Supermarketda sotiladi. Sotiladi? Sливки. O'sha o'tirib kokos tozalab o'tirdingiz ama. Aralashtiryapmiz. Hozir suzmani soldik. Sливкini soldik. Ha. Kokosovый стружкani o'zlari kokoslarni yulib, quritib mana olib keldilar hozir. Barcha masalliqlar bizda tabiiy. Bunga hozir tak. Zgushonni. Meni eng yaxshi ko'rgan narsam. Zgushonni. Mana rosa yaxshi ko'raman. Voy, choy bilan zo'r ketadi. Qora choy bilan-da. Suv bo'lsa. Buxanka bilan-da. Buxanka bilan. Bunisini olib qo'yamiz hozir, ustiga ham kerak bo'ladi. Esdan chiqib qolmasin, biz hozir mana bitta jelatinni bo'ktirib qo'ydik ozgina. Hozir bularni hammasini aralashtirib bo'lganimizdan keyin, xudo qolsa. Shuni qilmaydi. Очень вкусно, надеюсь. Zo'r. Ну-ка, я тоже сама. Astoqda tayyor bo'lgandan keyin. Yoshligimizda shunaqa qilardik-ku. Ой, конечно. Bismillahirrohmanirrohim. Buni qarang. Ayb menda emas. Bizda bugun aytolmadi anaqali. Bitovoy texnikali desert bo'ladi. Nima ovqat ko'rsatuvdi? Bugun Said Azim bizga desert qilib beryapti. Cheesecake. Naša komanda. Ya. Keling, men sizga hozircha choy qo'yib beraman. Bo'ladi. Mana o'zim qo'yib beraman. Bo'ldi. Hozir. Keling, choy quyishni bilaman lekin. Bo'ldi. Boydan beri kutib turibman, lekin o'zi hech quymadingiz. Gapirmang. Esimdan tushib ketdi. Rahmat. Men o'zim beraman. Rahmat. Hammasi kerak bo'ladi bizga? Yo'q. Hammasi kerak bo'lmaydi. Hammasi kerak bo'ladi. Hammasi kerak bo'lmaydi. O'zim o'ylab turdim. Boydan bir bolaga qarab turibdi. Mana yeydi. Da. Jelatinga suv qo'shiladi, shunaqa qilib. Jelatin bizga o'zi nima uchun kerak bo'ladi? Hop, hozir buni aralashtirganimizdan keyin bularni hammasini bitta qilib
xolodilnikka qo'yamiz. Qotiradi-da buni. Formasi buzilib ketib qolmaydi. Jelatinimiz eridi. Endi bularni hammasiga massamizga aralashtirib, hozir yana bitta miksab boramiz. Endi esa muzlatgichdan pechenkamizni chiqaramiz. Demak, endi pechenkamiz ustiga massamizni qo'yamiz. Ya xudo o'zing sharmanda qilmadi. Xolos zo'r chiqadi. Oxirgi shtrixlarimiz hozir buni ozgina mana shunaqa to'g'irlaymizda, ozgina to'g'irlab, buni 2 soatga mорозильник. Liba xolodilnik, liba tezroq bo'lsin desak, mорозильник. Mорозильникga qo'yamiz. Tushunarli. Bular bilan qanday foydalanamiz hozir? Bular bilan endi ustida. Bu keyin bu ustiga mehr beramiz. bu bizada shunchaki Mehr beramiz. ha, shunchaki ukrasheniya uchun. Ev. Shunaqa zuklayapti rostdan. Shunaqa передача bo'ladimi? Hammani bitta savol qiziqtiradi. Nimaga erkak kishilar ayol kishilardan qo'li shirinroq bo'ladi? Ko'proq mehr beramiz biz. Hamma mehr ayol kishida bo'lsa, mayli. Ovqat bo'yicha deyapman-da endi. Qolganiga mayli sport qilmayman. Bularni sal chetroq yoptirib endi ovqat boshlaymizmi? Keling. Ha. Qanaqa ovqat qilib berasiz endi bizga? Men o'zim topgan otni bilmayman. Otini hozir tayyor bo'lgandan keyin o'zingiz etib ko'rasiz. Xo'p, topamiz otini. O'rtoqlar, bu ovqatning nomini o'zingizlar kommentariyalarda o'ylab topinglar. Xo'p, yozib o'tinglar va shu ovqatning nomi shunaqa bo'ladi keyin. Bo'ldi. Tak, bizga kerak bo'ladi куриная грудка, barilla, makaroni, kunjut, so'yli sos, chesnok. Bizda svetofor kerak edi o'zi, lekin yo'q ekan. Qizilni topa olmadik. Noiloj, men 2 pulni oldim, piyoz kerak bo'ldi. Tushunarli. Ketchup. Albatta, xo'p. Bo'ldi. Juda kam masaliq. Juda tez. Ozgina uy hozir. Bu juda zo'r. To'g'risini aytsam, Saidazim, biz ayollarga har doim oson tayyor bo'ladigan narsa qulay har doim, chunki har doim vaqt bo'lmaydi. Siz uchun ko'rdingiz, siz uchun o'ylab topilgan bu. Juda ham zo'r, rahmat. Endi ishimizni mana shu tovuqni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Siz ungacha menga mana shuni art berib tursangiz, menimcha zo'r bo'ladi. Xo'p. Men lekin bilasizmi? Achib bilmayman. Achib bilmayman. Perchatka kiymasam bo'lmaydi. Nega? Chunki bundan keyin ishlaringiz bormi? Chesnok hidi bo'lib yurgim kelyapti-da. Lekin chesnok qo'shilgani rosa yaxshi ko'raman. Rosa yaxshi ko'raman chesnokni, lekin keyin voy odamlarni dodlab yuboradigan narsa-da bu. Atak lekin ko'p dardga davo chesnok. Ayniqsa gijilak. Etsa bo'ladi. Ichki parazitlarga juda ham zo'r narsa mana. Hech qanaqa dorisiz, mazza qilib yurasizlar. Ichinglardagi hamma parazitlar qochib ketadi. Sразу chiqib ketadi. Saidazim. Labbay. Yana qaysi blogerlarni yoqtirasiz? Kimlarning kontenti yoqadi sizga? Menimcha yoqmaydiganlar ko'p o'zi. Kimlar yoqmaydi ayting? Yo'q, yoqmaydi. Bilasizmi? Mayli, blogerlar demayman, kimni kontenti aynan sizga ma'qul emas. Masalan, sizni didingizga tushmaydi yo'q. Men misol uchun men qo'yaman-ku, ko'rasiz-ku, tubanlarni. Shunaqa odamlarniki yoqmaydi. Shunday tubanskiy videolar kamroq bo'lish uchun nima qilish kerak? Ularni tagiga suv quyish kerak. Menimcha yoshlarni bolalikdan tarbiyalash kerak, ya'ni nima deb o'ylaysiz? Menimcha shunchaki tarbiyalash mayli, o'zi hech kimga anaqam yo'q. Ko'rayotgan bo'lsangiz, boshqa viloyatlardan Toshkentga kelib, mana shunaqa bolalarcha, ota-onasi yo'q, отдельно yuribdi, yashayapti, ota-onasi qarovisiz qolgan demoqchi. Shunaqa keyin bularni ko'plari hali 20 ga ham to'lmagan bolalar. Da, juda kichkina qizlar, bolalar. Endi qizlarni kontent olayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda saviyasiz, bir juda ham ma'nosiz, xunuk va o'sha aytadi-ku, beldan pastki prikollar bilan menimcha ochuchasiga bo'lib ketyapti hammasi. Haqiqatan juda ham achinarli holat deb o'ylayman. Keyin buni yoshlar ko'rib nima deb o'ylayapti? Normal ekan, davaychi biz ham olamiz deyishyapti. Ha, menimcha ham bu narsani albatta inobatga olish kerak va kimdir bu narsaga qarash kerak. Lekin bizda qarashmayapti. Bilmadim, lekin albatta bu o'sha yaxshi emas. Gap ko'p, lekin men ular haqida buni to'rab oldim. Hozir go'shtimiz yaxshi chiqmaydi agar o'qitga. Ustiga Xo'p, go'sht to'radik. Da, so'y sos aralashtirib yuboramiz. Mana chesnokimiz tayyor. Chesnokni ham
Hop, 6 ta yetadi? Ikkitasini hozir buni ichiga nima qilamiz? Aha. Ko'rinishini qaranglar buni. Aldamayapsizmi hozir? Rosa zo'r, menga yoqadi. Qarang, такой olib yeyorsan-da сразу. Endi tuz bilan qizil paprikani aralashtiramiz. Tak buni qo'shdik, endi bitta aralashtiramiz. Men hammasini endi aytib yurmaysizlar, men qo'lda qilaman shunaqa. Chunki qo'lda pishirilgan ovqat, ya'ni qo'lda aralashtirilgan masalliqlar har doim shirin bo'ladi. O'zinglar ham buni bilsanglar kerak menimcha. Ikkita qo'limni tiqarsin, bundan ham zo'r bo'ladi. Mana qizga. Ozgina bu turadi. Saidazim, endi esa makaronchiklarimizni qaynatib olamiz. Bo'ldi. Ha, pishirib olamiz. Hozir suvga solib qaynatib olsak, qolganini keyin davom ettiramiz. Qolganini hammasini ayzaga qildiramiz. Yo'q, tamam. Bilmaymanmi, ol deng. Ay. Men просто yeb beraman chiroyli. Bizning suvimiz qaynab turgungacha endi hozir bu sizga to'g'risiz. Hol, men osonni beraymi? Oson bering. Bo'ldi. Oson emas. Bo'ldi. Mani siz mani bilmaydi deb o'ylamayman. Hamma narsani bilaman. Shunchaki qarang. o'zimni To'xta, unda siz meni gapga solib turasiz-da, men hammasini o'zim qilaman. Bu o'zim qilaman, lekin Men qilib beraman, bo'ldi. Instagramdagi videolaringizga o'sha qayerdan ilhom olasiz? Shahzoda bilan hozir olayotganlarimizmi? Hammasi. Hammasiga ham hozir imенно mana Shahzoda bilan bo'lganini aytsam, o'tirib bizni yozamiz. Ishonasizmi? Zo'r. Keyin bu yerda gapirilayotgan gaplarni hammasi antiqa gaplarimiz bor-ku. Hammasi liba Shahzodaning onasining gaplari, ili mani onamning gaplari. Qiloza, oloza, boroza, ketoza. O'shalar hammasi o'zimiz onamiz aytgan gaplar. Demak, bu hayotdan olingan hammasi. O'shaning uchun qiziqdi. Ismlarni to'g'ri, anaqa rolga mos qilib o'zimizcha o'ylab topamiz uni. Sizda har doim hazillar juda ham aqlli hazillar, juda ham hayotdan olingan, ya'ni tubanskiy hazil emasdi. Lekin videolari shunaqa-da. Yo'q. Endi u yerda siz albatta boshqa odamlarning videolari. Ha, u yerda siz albatta endi shu narsani tanqid qilgan insonlarga ko'rsatgan tarzda olasiz-ku. Chizokimizdan kesamiz. Kesamiz to'g'ri. Men nimada qilib turman, ayz etib turibdilar prosta shuni. Shahzodaga ham ovqat qilib berganmiz. Yo'q. Nimaga? Yo'q, men odamlarcha mana bunaqa gapi bor-da, keyin mana shu gapingizdan kelib chiqib keta olmayman, siz unaqa demadingiz-ku. Prямой efir qilsam, Shahzoda qani deyishadi. Men uyimda qolmay, tushunasizmi? Prямой efirda Shahzoda. Endi Shahzoda qani? Shahzoda qani? Mana shunaqa. Endi hamma yaxshi niyat qiladi-da, to'g'risini aytsam, birinchidan, ikkinchidan sizlarni videolarini ko'rib, inson ko'p odamlar o'ylashi mumkin, siz er-xotin deb o'ylashi mumkin-da. Endi masalan, birinchi marta ko'rayotgan odamlar. Shahzoda meni xuddi opam deydi. Bilaman. Shahzoda bilan biz hech qanaqa oramizda nima yo'q, просто biz o'gay opa-ukamiz. Qalbinglar bir. Ha, qalbimiz bitta, shunaqa. Duxovniy drug deydi-yu. Shunaqa. Qaysi san'atkorlarni tinglaysiz? Bizani estradada. Hozir aytsam nima? Siz bilasiz-ku, men sizni o'z pastdan yoshligimdan borib yurardim. To'g'rimi? Mana o'zingiz mana ko'rardingiz meni, bilardingiz. Qayerda nima qo'ysangiz, men sizni oldingizga borib eshitardim. Rahmat, esimda albatta. Meni birinchi tinglovchilarimdan biri. Coverlayotganlaringiz bor. Anunisi yoqadi, eng zo'ri. Yoz alvido, kuz alvido, oltin faslim. Bahorimda men ayrıldım, bo'ldim judo, ko'nglimda qish, menga sovuq jonim sensiz. Endi esa yoz kelyapti. Bahor kelyapti. Baribir siz ashulalaringiz boshqacha edi men uchun. Rahmat. Saidazim, bilasizmi, men hozir boshqatdan ijod qilishni boshlabman. Meni tabriklashinglar mumkin. Ana yengillik qilasiz. Ha, va menda zo'r hozir tarona chiqyapti. Saidazim, menga yordamingiz kerak bo'ladi. Hamma oldi aytolmas sizga. Bo'ldi. Trendga chiqarib berasan shuni. Bez problem. Mashshi. Lekin zo'r ashula. Boshqa san'atkorlar deysiz? Yana kim bor? Shohruxxon. Rayhon. Yomonlasa ham bo'ladimi? Albatta. Bu yerda hamma narsa mumkin. Endi yoqmaydigan qo'shiqchilarimni deyman. Hammani fokus har xil. Ya'ni ashulalar yoqmaydimi yo inson sifatidami? U ham bu ham. Aha, xo'p, kim? Hozir.
Bu meni o'zimning fikrim, shaxsiy Hammani o'zining fikri bor. Bu meni yomon ko'rib qolib, tag'in uni fanatlarini albatta gapiravering. Yo'q, bu yerda hamma narsa. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva sizga yoqmaydi. Ha, bilmayman. Qo'shuvlari. Inson sifatida ham. Siz Inson sifatida taniysiz. men lichni tanimayman. Ha, tanimaysiz. Qo'shuvlari deb yoqmaydi. Ha, Tushunarli. qo'shiqlar. Bu normal holat, hammaga yoqib bo'lmaydi bu dunyoda. Men ham kimgadir To'g'ri, yoqmayman, o'sha qo'shiqlarim ham bir kimgadir marta- yoqmaydi. Bu normal. Milena Madmusayeva Aha. ovozi reально bomba. Va Lekin bir kun to'yda kelganlarida o'rtog'im rosa yaxshi ko'rar ekan. Hech kim yo'q, misol uchun oldilarida. Spokойно chiqib ketyaptilar. O'rtog'im menga aytdi, "Men shu ashulachilarni yaxshi ko'raman, bitta rasmga olib qo'y." Dedi. O'rtog'im shundoq, "Assalomu alaykum, siz bilan bitta rasmga tushib olsam maylimi?" dedi. "Yo'q", dedilar. To'g'ri chiqib ketib qol. Bu misol uchun menga tegishli nima emas-da. Men nafarat o'rtog'im ustidan kuldim-da o'sha payt. O'lganing yaxshi dedim-da. Endi Balki Da. kayfiyatlari bo'lmagandir. balkim erlar ruxsat bermas erkak kishi bilan rasmga tushishga. Shunaqalar ham bor ayollar. San Bilaman, xonandalar bilaman. bilasizmi? Ha, Rost aktrisalar Ra'no Pashojiyeva. Ha. Tushmaydilar. Men o'zim so'raganimda xafa bo'lmay, yo'q, misol uchun shunaqa deb aytsa bo'ladi-ku, mana menga Ha, aytganlar. bo'ladi. Xafa bo'lmay, men erkak kishi bilan rasmga tusha olmayman deb aytganlar. Shunaqa deb Balkim aytsa menimcha sizlar shilqimli qilyapsizlar deb o'ylagandim. yo'q. Yo'q. Yo'q, unaqasi bo'lishi mumkin emas. Mana g'iybatlar qilinglar. Ha, shunaqa bo'ladi-yu, bo'lar bo'ldi. Shunaqa qilsangiz ovqatingizdan zo'r chiqadi, shunaqa g'iybatlar qilsangiz. Hamma narsamiz to'g'ri bo'ldi, ayizi. Endi bularni qo'yamiz. Birinchi tovuqdan boshlaymiz hozir. Va nihoyat ovqatimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishi lekin To'g'risini ayting, yolg'on gapirmang. to'g'risi lekin ko'rinishi juda zo'r. Keling tezroq yeb ko'ramiz. Bo'ldi. Saydasin, meni qornim ochib ketdi to'g'risi. Bismillahirrohmanirrohim. Gapdalar-da. Очень вкусно, очень. Menga misol uchun yoqdi. Manga ham misol uchun yo'q. Juda zo'r. Og'zimiz to'ldirib olib gapirishimizni. Bilasizmi, video bor Instagramda. Deydi. Yeb ko'radi, qo'y. Bir urri. Lekin zo'r. Saydazim. Действительно zo'r chiqdi. Tez qilib turasizmi bu ovqat uyda? Yo'q. Ro'moqni yuvamiz lekin. Очень вкусно, ну, серьезно. Telefon qolishni olsam mayli. Да. Aloya. Asad bizni bugun kinoga chaqirishgan. Syomka qilyapti-da, Asad telefon qo'yarman. Saydazim, sizga savolim bor. Xullas, siz Instagram sahifangizda ko'p o'sha tubanskiy videolar qo'yasiz va ularning orqasidan sizga tahdid qilishganmi? Ko'p-a? Juda ko'p. Ko'rishganmi, yoningizga kelishganmi? Yozib yuborishgan. Yozib yuborishgan ham. Nima qilgansiz keyin? Sudga ham chiqqan. Keyin men даже u yerda hech qanaqa nima qilmasdan turib o'sha odamni o'zi aybdor bo'lib chiqqan. Shunaqa video qo'yganiga ham.
aynan jismoniy tahdid bo'lganmi? Bo'lgan. Yoningizga kelib, Bo'lgan. erkalab, yaxki, masalan, Mana xuddi shunaqa bo'lgan. Pichoq bilan kelgan. Voy. Pichoq bilan kelgan. Bunga lekin jinoiy javobgarlik bor hayotda. O'sha yerda endi o'rtog'im bilan bo'lganimiz uchun o'sha yerda o'zida hal qilganmiz. Shunaqa bo'lgan. Bittasi kelib pichoq bilan kelib, "Seni o'ldiraman, so'yaman." Videoyimni qo'yganing uchun deb, bar videoni o'chirib tashlamaganman. Chunki juda ham g'alati video olishga. Yo'q, o'zligisi olishadi videoni. Keyin biza qo'ysak, ularni kutirish kerak ekanda. Tushunmayman, Lekin nimaga? men o'zimni fikrimni aytib qo'ysam, men aybdor bo'lar ekanman. Uni videosini olganim uchun meni haqqim yo'q ekan. Yo'q, unaqa emas. Chunki siz ommaga video qo'yapsizmi Instagramga, sizni profilingiz ochiq bo'lsa, ya'ni yopiq emas, ochiq profil bo'lsa, demak hamma bilan, xalq bilan bo'lishyapsiz shu videoni va kimdir o'zini shu munosabatini aytsa, bildirsa bu videoga hech qanaqa jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Chunki siz shaxsiyatingizga tegani yo'q, sizni haqoratlagani yo'q, urgani yo'q, tahdid qilgani yo'q. O'shanga nima qo'yishingizdan oldin albatta o'ylab ko'ring har doim. Menimcha bunaqa video qo'yadigan o'ylashmaydi. Menimcha ham Ovqat zo'rmi? Cheesecake tayyor bo'ldi. ovqat juda zo'r. Rahmat. Hozir Cheesecake olamizmi? bilan mehmon qilaman. Давайте. Ketdik. Cheesecake olamiz. Cheesecake'imiz tayyor. Cheesecake'im tayyor. Hozir Aziza ta'mini tatib ko'rib baho Cheesecake beradi. bilmasdi, cheesecake. Bu, конечно, bilaman. Qo'lingiz uchun qimmatlatmadingiz-ku. Mayli, zato men sizga kayfiyat berib turdim. Bo'ldi, kayfiyat. gap yo'q. Ham bitta endi mazasiga. Реально Rafael'mi yo'qmi aytasiz. To'g'risimi? Chaynab ayting. Zo'r. Реально? Kofe bilan, Kofesiz unaqa emas. choy bilan. Шучу. Zo'r va shu gap bo'lishi mumkin emas. To'g'risini aytsam, bilasizmi? Men hozir butun tortni yeb qo'yardim. Shunchaki ovqatga to'q qoldim. Rosa yedim-da, qarang, hammasini Просто yeb o'zi qo'ydim. mazasi qanaqa misol? Lekin mazasi zo'r. Qarang, mazasiga keladigan bo'lsak, hozir yana men batafsil aytib beraman sizlarga. Tepadagi qo'shilgan suzma qaymoqlarimiz-da, smetana, slivki, squshene молоко, hammasi birga qo'shilib juda zo'r konsistensiya bergan. Konsistensiya. Shunaqa. Мне надо посмотреть. Tam uyg'unligi deng bo'ldi. Tam uyg'unligi. Yo'q, konsistensiya ko'ring, nima bilan? Konstitutsiya. Konsistensiya. Juda ham zo'r konsistensiya bergan. Ya'ni tam uyg'unligini. Men hozir yarimtasini uyga olib ketaman, o'rtoqlar. Xafa bo'lmang. Erimga aytaman, "Men qildim" deb. Balkim o'shanda men bilan urushmaslar. Mana sizga narsa aytaman. Bu endi hozir unaqa idealniy chiqmadi. Yo'q, idealniy chiqdi, rostdan. Zakazga qilib sotdim. Rostdan. Rostdan. Keling, zakazga qilib sotamiz. Endi yana boshqatdan endi qo'lim chiqib ketib qolganda, hozir bu narsa bunaqa idealniy chiqmadi. Hozir formalari bittasi. Saidazim, lekin qoyil qolish kerak sizni iste'dodingizga. Menimcha siz zo'r oshpaz bo'lsangiz bo'lardi, konditer. Oshpaz. Haqiqatan. Siz kelajakda restoran ochishingiz mumkin, masalan, kafe qanaqadir chet elda, Istanbulda masalan. Nimaga? Istanbulda oldin birinchi uy olsam, xudo xolisa. Ishoning, siz birinchi biznes qiling, keyin uy olasiz deyapti. Xudo xolisa. Xullas zo'r. Xullas zo'r, juda zo'r, rahmat. Saidazim, rahmat sizga kelganingiz uchun. Maza qildim siz bilan gaplashib, to'g'risi. Zo'r kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat, vaqt topib kelganingiz uchun. Eng zo'ri men bo'ldimmi? To'g'risi aytaman, hozir hamma ovqatlar ichida, hamma sonlar ichida, to'g'risini aytsam, men eng shirini rostdan sizga bo'ldi. Hozirgacha. To'g'risi. Aldamayapman. Rostdan shunaqa. Rostdan. Sizlarni ko'rsatuvingizga ijobiy parvoz tilayman. Prosmotringlar milliard bo'lib ketsin. Voy, milliard bo'lsa. Beslashing. Milliard bo'lib ketsin, like bosinglar, kommentariy qoldiring. Yo'q, to'xtang, milliard bo'lsa biz qancha pul olamizki? Uni endi bular aytishadi, endi bu srozi pulni o'ylashingizni qarang. Srozi pulni o'ylashmayman. Ayol kishiman-da, chunki siz ko'rdingizmi? Yana aytib o'tmoqchiman, erkak kishilarga bu taalluqli. Shuning uchun aziz erkaklar, ayolinglarni
saqlanglar, hurmat qilinglar, sevinglar. Shunda qanchalik siz ayolingizga ko'p muhabbat, sevgi, mehr bersangiz, shuncha ayol kishi 1000 barobar sizga qaytarib beradi shu narsani. Chunki biz ayollar sizning aksingiz. Ya'ni siz qanday bo'lsangiz, biz ham 100 barobar shuni sizga qaytarib beramiz. Motivatsion darslarim mana shu kanalga o'tasizlar. Bu platniy kanal, Telegramga obuna bo'linglar. Aytadi-ku, sen baribir muqaddassan ayol deb. Boshimizda egamiz sizlarni oldinglarda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Пока. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.